Hammaga assalomu alaykum. Koreyadan Dildora. Bugun men sizlarga o'zim yashayotgan bir xonali uyimni obzor qilib beraman. Bu YouTube uchun qo'yayotgan birinchi vlogim. Meni podдержка qilsangiz xursand bo'lardim. Bunda birinchi kiraverishdan boshlaymizmi? Hozir Koreyada havo juda ham sovuq, bahor bo'lishiga qaramasdan men qishki kiyimlarimni yig'ishtirgan edim, lekin yana topib kiyishga majbur bo'ldim. Avvalambor oyoq kiyimimizni o'zgartiramiz. Chapkamman. Hamma narsani bo'lishi yaxshi-ku. Demak, yo'robu, men birinchi etajda yashayman. Xonaga maxsus kodim bilan kirishim kerak bo'ladi. Bu meni xonam, kiraverish oshxona. Oshxonada barcha sharoitlarim bor. Gaz plitasi, kir mashina hamda javonlar. Uyni egasi hamma sharoitlarni qilib bergan, hattoki demaxodgacha bor. Demak, javonimni ichida shunaqa o'zimga ro'zg'orga kerakli mahsulotlar. Pasta ham. Asosiysi guruchni yoqtiraman, makaronni, soyaviy sous uyimda ko'p bo'ladi. Demak, bu meni kichkinagina oshxonam. Oyoq kiyimlarimizni o'zgartirib olganimizdan keyin ichkariga kiramiz. Bu meni umumiy xonamning ko'rinishi. Ko'rayotganingizda javonlar juda ham ko'p, a? Bu meni oynagim. Yo'robon, har kuni kiygan kiyimlarimni, luklarimni obzor qilish uchun oyna menga kerak bo'ladi va o'zim shunaqa estetik qilib bezatib olganman. Mana bu gullar atirimni gulaydi. Tashlab yubormaganman. Shu kerak bo'lib qoladi deb ko'p narsa yig'aman-da. Va bu meni kiyim veshilkam. Asosiy hozir kiyadigan kiyimlarimni ilib qo'yaman odatda. Buni Kupangdan o'zim sotib olganman. 180 ming so'mga. Asosiy kiyimlarim osh rangda. Va bu gilamchani Daisodan sotib olganman. Bu yoqni ko'radigan bo'lsangiz, deyarli hammasi javon. Termos va topsut deydi. Bunda koreyslar guruch pishirib yeyishadi. Men hadeb non sotib olgan o'zbek magazinga bora olmaganim uchun tez-tez men ham guruch yeyman. Va bu chanjarenji mikroto'lqinli pech. Buni ham uyning egasi bergan, o'zim pulimga sotib olmaganman. Bu yoqda kiyimlarim va oyoq kiyimlarim turadi. Bu esa meni 2 kamerali muzlatgichim. Ovozi juda ham baland qilyapti. Muzlatgichda ham shu kerakli narsalar hammasi. Shirinlikni yoqtiraman. Va bu ikkinchi etajim. Keyin yuqorida shunaqa o'yinchoqlarni juda ham yoqtiraman, yumshoq o'yinchoqlarni. Va buni ham o'zim Daisodan sotib olib, xonamni dekoratsiya sifatida bezatganman. Bu yer meni darsxonam. Onlayn dars o'taman koreys tilidan. Planshetim va planshetimni bu kitob qo'yadigan hozir nima deyish esimga kelmayapti. Oyo. Va bu javonlarim. Bu meni eng yoqtiradigan qora choyim, tez. Va shakar bilan qo'shib ichish yoqtiraman. Bu meni kitoblarim turadigan joy. Va yana bu meni divanim. Bu esa O'zbekistondan olib kelganman. Samolyotda akam sotib olib bergan, o'zim marketdan. Juda ham gapga no'noqman-da, yo'robon. Bu meni kiyim javonim, qishki kiyimlarim turadi va oyoq kiyimim bilan chemodanim. O'zbekistondan butun narsalarimni shu kichkinagina chemadanga solib kelganman. Endi tepada konditsioner bor. Va yeri esa teplopol bo'ladi, yo'robon, qishda issiq. Hammomim kichkinagina.
oynachasi bor. Tualet. Shu. Va bu men. Kichkinagina, oy, kichkinagina. Judayam. Shu ko'rinishda meni xonam. Yoqdimi sizlarga? Shu xonam uchun 330 ming vondan to'layman oyiga, kvalipigacha. Keyin depozit qo'yish kerak. Yorobun, depozitim esa 1 million von. O'zbekcha so'mda qanchaligini bilmayman, lekin taxminiy dollarda 800-900 dollarga to'g'ri kelsa kerak. O'zim shu uyda yashaganimga 1 yildan oshdi. Universitetim shu xonamning orqasida piyoda yurib chiqaman. 10 minut qolganda darsga. Juda ham yaqin va qulay. Uyning egasi esa vasha yaxshi odam. Amaki deb chaqiraman, ajoshi, juda ham chiqishimli odam. Va shu meni kunim har kuni o'qish, ish bilan o'tadi. Xonamga kelsam dilim yayraydi, chunki xona baribir odamni dam oladigan joyi. Yorobon, sizlarga men o'zim yashayotgan xona yoqdimi? Agarda meni vlogim yoqgan bo'lsa, titqilonamga o'chirsa, annyeong.